Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun 3 fevral 2026-yil Zarbdor tumani 5-maktabga Pirlis xalqaro tadqiqot masalasi bo'yicha tashrif buyurganmiz. Mana 4-sinf o'quvchilari. Savolga javob berishga qiynalmayapsizlarmi? Javobni qayerdan olyapsizlar? Qani o'qib bergani mana shu, o'qib tushuntirib bergani? Levon stulda shiftga yopishtirdi. Levon stulni shiftga yopishtirganidan keyin nima qildi? Jilmayib va hech nima qilmadi demadi. Bir necha qopqon sotib oldi. Barcha narsalarni shiftga imlab yopishtirdi. Sichqonlarga ozgina pishloq berdi. Qara, mana shuni hozir qaysini belgilayapsan, qizim? Sin. Nima uchun sini belgilayapsan? Chunki Levon stulni shiftga yopishtirgandan keyin barcha narsalarni yopishtirdi. Qani o'shani qayerdan olding? Qayerda o'qiding o'shani? Qayerdan eslading? Mana yerdan. Aha. Ustun oldin oyoqlarini astlarini emib va qo'llarni yoniga yopishtirib, u hamda so'radi. Aha. Qani sen hozir javob qani bu yerda? Javob yo'q-ku, javob. Bu stol, televizor va chiroq bilan ham xuddi shunday qildi. Hozir sen javobni qayerdan topding endi? Javob mana yerda. U stol oldin oyoqlarini asosiy tagiga yelib surtdi va qopqonlarni yana teskari qilib yopishtirdi qoldi. U stol, televizor va chiroq O'qituvchisi kim? O'quvchi kim? Sizmi? Mana javob to'g'ri bajaryaptimi? Ko'ring qani. Bu sichqonlar ikkinchi kuni nima qilgan? Birinchi savolni ochib berdi qizim. Levon stolni shiftga yopishtirgandan so'ng nima qildi deyapti. Birinchi shiftga yopishtirib chiqadi-da. Birinchi faqatgina shiftga stol yopishtirib chiqadi. Ertasi kungi holatni so'rayapti. Javobni topib oldingmi qizim?